To'g'ri yo'lda sudralib yursang ham, harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Bardam boqyapmisiz? Aka-ukalar, ekrandan uzoqlashmaymiz. Agar parranda boqadigan bo'lsangiz, bu juda ham siz uchun foydali video bo'ladi. Hozirgi kunda ob-havo ham qizib ketdi. Parrandalarimizni qayerlarda, qanday yerlarda qo'yganimiz bu parrandalar uchun yaxshi bo'ladi. Mana shuni bir termometr yordamida bir eksperiment qilib ko'ramiz. Akalar, ukalar, bu siz uchun parranda boqsangiz bu albatta bu kerak bo'ladi degan niyatda bu videoni qilib turibman. Akalar, ukalar, endi yana bitta narsani eslatib o'taman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, pastda podpisatsiya yozuvi bor, obuna bo'lib qo'ying. Podpisatsiya yozuvining ustini bitta bossangiz, siz obuna bo'lasiz. Obuna bo'lsangiz, yangi chiqqan videolarimizni yo'q qilib yubormaysiz. Yangi chiqqan videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatingiz bo'ladi. Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizning silkasini kommentariyani boshida qo'yaman. Aka-ukalar, bo'lmasam ketdik. Tak, akalar, ukalar, mana yopiq joydagi termometrimiz. 29 dan sal ziyod 30 gradusda. 30 ga sal yetmaydi, 29 gradus. Lekin parrandalarimiz og'zini ochmay turibdi. Og'zini ochmay turibdi. Bu bo'ladi, normal holat. Endi o'zi parrandalar uchun eng bir normal kerakli temperatura bu 18 gradusdan 20 gradusda, 15 gradusdan 20 gradusgacha parrandalar o'zini yaxshi his qiladi-da. Ana shu 15 gradusdan 20 gradusgacha bo'lgan temperaturada ishtahalari ochiq bo'ladi. Jo'jalar bo'lsa o'sishi ham yaxshi bo'ladi. Endi nima qilamiz? Shu 30 gradusdan endi ham yeri yopganmizmi, ham yeri bekilgan. Derazalari bor, kichkina derazalari bor-da, baribir yopiq xona. Baribir tashqaridan salqin bo'ladi. Yine 9,5 30'da başladı. Endi tashqarini ko'ramiz, tashqaridagi soyadagi temperaturani. Tak, aka-ukalar, endi termometrimizni soyadagi holatini ko'ramiz. Mana bu o'rik daraxti, mana bu olma daraxti, mana qo'yi soyada qo'yganman. Mana bu ola soyada emas, quyuq soya. Mana shu yerda ko'ramiz qanday necha temperatura bor ekan bu yerda. Mana aka-ukalar, почти 31 dan o'tgan. 31 da. Demak, mana shu soyada qo'ygandan ham ichkarida obed issig'ida shu yopiq xonalarda qo'yganimiz afzal ekan-da. Endi devor soyasida qo'yib ko'ramiz. Akalar, ukalar, endi devor soyasida ko'ramiz nechi. Endi men bu narsa bilan, bu videom bilan aka-ukalar nimani isbotlamoqchiman? Endi ko'p aka-ukalarimiz mana shu devor soyalarida chetek qilib, havo aylanmaydigan yerlarda qo'yishi mumkin-da. Masalan, hozir mana bundan oldin yuqorida mana olma daraxtining soyasidagi temperaturani ko'rdik, 31 daraja. Qani endi bu soyadagi temperaturani ko'ramiz. Bu yerda nimaga endi shamol aylanmaydi? Köpek ülkelerimiz shamol aylanmaydigan soya yerda shu qo'yishi mumkin-da.
Mana aka ukalar, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Shamol aylanadigan yerdagi soya bilan почти 34 почти. Mana aka ukalar. O'zingiz xulosa chiqaraverasiz, qayerda qo'ygan ma'qul. Parandaga qanchalik temperatura past bo'lsa, shuncha yaxshi. Endi quyoshdagi temperaturani ko'ramiz aka ukalar. Aka ukalar, endi hozir quyoshga qo'yib qo'yganman, 10 minutcha bo'ldi. Naryoqda turibdi, hozir ko'ramiz quyoshdagisini. Bu yerda quyuq soyadagini ko'rdik, devorni soyasini ko'rdik. O'zlaringiz xulosa chiqaraverasiz, parrandani qayerda qo'ygan eng yaxshi variant. Mana quyoshdagi temperatura hozir 10 minutcha bo'ldi, qo'yib ketdim. Почти 45 ga yaqin. Bu parranda uchun o'lim degani-da. Akalar, ukalar. Mana shunaqa gaplar. Aka ukalar, mana ko'rib oldingiz. Endi bu albatta bu narsalar, masalan, parranda, katta parranda fermaxonalari bor. Katta tovuq boqadigan yerlar bor. Spesialniy bu narsalarda masalan konditsioner qo'yib, masalan, ma'lum bir o'zi parrandaga kerak bo'ladigan temperaturalar qo'yiladi. Lekin endi bu narsa oddiy, masalan, hammani ham konditsioner qo'yishga imkoniyati bo'lmaydi. Shular uchun eng qayerda qo'ygan ma'qul parrandani. Hozir ko'rib eksperiment hamma narsani aytdi. Obyektni ustida shu bostirilgan joyda qo'yganimiz yaxshi ekan. Endi yana bitta yeri bor. Buni masalan obyektda bostirilgan joyda qo'ygandan keyin kechga qarab naborot bostirilgan joy qizib ketadi. Tashqari salqin bo'ladi. Yana shu uchun naborot kechga qarab nima qilamiz ekan? Parrandalarni tashqariga kechqurun chiqaramiz. Bo'lmasam ichkarida o'zi 35-40 bo'lib ketadi. Kechqurun. Buni ham hali vaqtim bo'lganda eksperiment qilib qo'yaman. Kechga qarab ichkari qizib ketadi. Bu sinovdan o'tgan narsa. Akalar, ukalar, shuning uchun shu narsalarga e'tiborli bo'lamiz. Bu temperaturalar parrandalar uchun juda ham zarur narsa. Faqat siz yaxshi yem, yaxshi suv vaqtida qarangiz, foydasi yo'q. Mana shu narsalarga ham e'tiborli bo'lib turishimiz kerak. Akalar, ukalar, videomiz ma'qul kelgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz. Sog' salomat bo'lasiz. Yangi videomiz shu Samarqandga jo'ja operatkamız bor. Shu video bo'lishi mumkin. Sog' salomat bo'lasiz. Yangi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.